Assalomu alaykum guruhdoshlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Xo'p, bugun 15-aprel. Juda ko'p savollar berilyapti. Nimaga siz mulcha qilgansiz? Qanaqa foydalari bor deb. Keyin ko'proq chirish muammosini savol qilib tashlab berishyapti. Bugun shu haqida gaplashamiz. Mulcha qilishdan asosiy maqsad nima deganda, xalqimizga bir chiroyli, sifatli mevalarni yetkazib berish. Bu birinchi bizni asosiy missiyamiz, xudo xolasa. Mulcha qilishda juda foydalari ko'p. Hozir bundan bir kamida esimga kelgani bir 5-6 tasini aytib berishga harakat qilaman. Xo'p, nima uchun pushtani ko'tarib mulcha qilinadi? Bundan maqsad nima? Birinchi maqsadimiz, xudo xolasa, drenajni yaxshilash. Pushtani ko'tarishdan maqsad shu. Bizda yerimiz ancha qumloq, shag'alli yer, shuning uchun biz ko'tarib olmaganmiz. Lekin namni yaxshi ushlaydigan turpoqli yerlarda kamida 40 santimetrgacha pushtani baland qilib ko'tarish kerak. O'shanda nima bo'ladi? Pushtani baland qilib ko'targandan keyin, mulcha qilgandan keyin kapelni arishina qilib suvni berganda namlikni o'zida kamroq saqlaydi. Pushta balandligini hisobiga drenaj bo'lib pastga tushib ketadi. O'sha holatda fuzaryoz kasalligidan ancha saqlanadi. Namlikni qulpinay juda yoqtirib yormaydi. Shuning uchun ildiz kasalligiga nam ko'p bo'lsa ko'p chalinib qoladi fuzaryozga. O'shaning uchun. Undan tashqari mana bunday qilib biz oq plyonkani tanlaganmiz. Buni ikki tomonlama qilsa ham bo'ladi. Orqa tomoni qora. Qora tomonini ham qilsa bo'ladi. Bizda quyosh o'ta kuchli bo'lib ketgani sababli ba'zida 45 gradusgacha chiqib ketadi. O'shaning uchun biz oq tomonini tashqariga qilganmiz, xudo xolasa.